Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimizda siz bilan PowerPoint darsida переходlar va animatsiyalar bilan ishlashni o'rganib ketamiz. Bo'lsa, birinchi o'rinda PowerPoint dasturini ochib olamiz. Mana bu yerga sarlavha qo'yamiz. Xo'sh, sarlavhamizda Hello World deb qo'yamiz. Keyingisida etaplar bu qismlarda o'chirib tashlagan holatda mana sarlavhamizni qo'yib oldik. Endi yangi slayd qo'shamiz. So'zlat, pustoy slayd va bu yerga rasm qo'yishimiz kerak. Sizlar bilan o'sha rasm qo'yish jarayonlarini ham o'rgangandik. Buning uchun qanday qilardik? Mana belgilaymiz, dizayn bo'limiga o'tamiz. Mana dizayn bo'limidan eng orqa qismida, ya'ni format fona degan bo'limimiz bor. Mana format fonaga kiramiz. Format fonadan risunok и tekstura mana e'tibor berasizlar va bu yerda belgilaymiz. Fayl bo'limiga kirib, fayl bo'limidan o'zimizga kerakli biror rasmni belgilaymiz. Mana O'zbekiston Airways. Mana rasmimizni belgilab oldik. Yana bitta slayd qo'shib olamiz. Sozda slayd. Bu yerda shablonlar bor. O'sha shablonlardan ham foydalanib ko'ramiz. Mana bu shablon masalan. Demak, bu yerga yozamiz, Python deb yozamiz. Mana Python bo'yicha bu yerga rasm qo'yishimiz kerak. Yana internetdan rasm olamiz. Mana bosamiz. Internet yozamiz, Python deb belgilaymiz. Yozib olganimizdan keyin mana o'sha Python dasturlash tilini ikkita nimasi bor. Bir ilonga ham nima qilishadi. Bizga hozir nima kerak? Pythonda o'zining обычный rasmi, logotipini olamiz. Vistavka qilamiz. Va mana Pythonda logotipini joylashtirib oldik. Keyin yana bitta slayd, ya'ni переходlarni bu yerda ko'rishimiz uchun bir nechta slaydlarni tayyorlab olishimiz kerak. Dizayn bo'limiga o'tamiz. Format fona, risunok и tekstura, fayl bo'limidan xo'sh, kitobda rasmi bor ekan. Kitob rasmini qo'yib olamiz. Mana kitob rasmini ham belgilab oldik. Endi Hello World bu yerga rang beramiz. Mana belgilab oldik. Bu yerdan gradiyentli zalifkadan har bir rangni bizlar moslashtiramiz. Masalan, buni yashil rang qilamiz. Pastki qismimizda esa qizil rang. Mana bu qismimizda sariq, mana va qizilni sal kamaytiramiz, teparoqqa ko'tarishimiz mumkin. Prozrachность degan qismi bor. Bu o'sha rangni, demak, tiniqligini yoki xiraligini bizga sozlab beraman. Prozrachность qilamiz. Xo'sh, bu rangiga masalan qora rang qo'shamiz. Mana qorani prozrachностini tushirib, mana Hello World birinchi sahifamiz tayyor, ikkinchi sahifamiz ham tayyor, uchinchi, to'rtinchi sahifamiz ham tayyor. Endi переходlarga o'tamiz. Переход o'zi nima? Mana переход degan menyumiz bor. Переходni vazifasi birinchi slayddan ikkinchi slaydga o'tayotgandagi, demak, nima, ma'lum bir vaqt bo'ladi. O'sha vaqtda qanaqadir bir element qo'shish. Hozir ko'ramiz. Masalan, yaxshi переходlar bor. Mana panorama. Mana panorama tanladik. Mana bu birinchi o'sha slaydimizning boshlanishi. Birinchiga masalan unchalik mos keladigan nima topishimiz kerak. Slayd topishimiz kerak. Bu qanaqa slayd bo'lishligi mumkin? Masalan, plavniy. Mana plavniy zo'r varianti yoki orbitani ham sinab ko'rsak bo'ladi. Mana okno bor. Mana ochildik. Birinchiga demak nima переход qo'yib oldik. Endi ikkinchi slayd. Ikkinchisiga sal qiziqarliroq slaydlar ham bu yerdan topsalaringiz bo'ladi. Men mana zanavisni masalan maslahat beraman. Mana. Ko'rasizlarmi? Parda shaklida demak ochiladi. Yoki kitob shaklida ochiladigan qismlar bor. Mana prelist degan qism. Mana kitobcha ko'rinishda bo'ladi. Hozir buni biz vaqtlarini ham sozlaymiz, ya'ni o'sha davom etish vaqti bor. Har bir переходda o'sha vaqtini biz demak sozlab qo'yishimiz mumkin. Bir nechta переходlarni mana sinab ko'rsangiz bo'ladi. Demak, o'zingiz ham ularga vaqt beramiz. переходlarda o'sha davom etish jarayonlarini sozlab olishimiz mumkin. Hozir mana birinchi переходga vaqt beramiz. Qarangizlar qanday.
Demak, birinchi o'rinda mana shu joyini sizlarga ozroq tushuntiraman. Bu yerda bizga effektlar bor, mana shu perihodlar. Har birini sinab ko'ring, bitta-bitta har bir slaydingizga sinab ko'rishni tavsiya qilaman. Prosmotr bor. Prosmotrdan bu yerda siz perihodingizni ko'rishingiz mumkin. Mana shu yerga bosib qo'ygan holatda qanaqa perihod qo'ygan bo'lsangiz, mana shu perihodni bu yerda demak nima qilishimiz, sinab ko'rishimiz mumkin ekan. Keyingi qism parametr effekt bor. Bu yo'nalishi, ya'ni perihodni vertikal, gorizontal, o'ngdan, chapdan, tepadan, pastdan joylashuvini ta'minlab beradi. Masalan, mana buni tanlasangiz, bu tepadan tushgan holatda bo'ladi. Yoki bunisini tanlasak, bu yon tarafdan kelgan holati. Demak, perihodni qo'ydik bu yerda, qanaqa qilib effekt berishni ham o'rgandik. Endi zvuk bu ovoz, ya'ni har bir perihodingizga siz qanaqadir ovoz effektini qo'shishingiz mumkin. Masalan, bu yerda kamera effekti bor, molotok, mana bilsalaringiz, shelchoq, mana tugmachani bosilishi. F5 da bosaman. Mana perihodimiz. Keyingisiga o'tish uchun hozir biz avtomatik o'tish sozlamasini qo'ymadik. Bu qaysidir tugmani bosganimizdan keyin ikkinchi slaydga o'tadi. Xuddi shunday perihod ham mana shunday davom etadi. Mana bosamiz. Mana sizda nimangizda mana ikkinchi perihodga o'tganimizda ovoz chiqishi kerak. Hozir menda ham masalan ovoz effektini qo'shgandim. Mikrofon ulanganligi sababli ovoz effekti bu yerda chiqmadi. Sizda albatta mana shu yerga qo'shamiz. Mana zvuk degan bo'limdan o'zingizga yoqqan biror ovozni qo'shib, mana sinab ko'rsangiz bo'ladi. Prosmotrni bosasiz, o'sha joyda demak mana shu ovoz elementlari paydo bo'ladi. Keyingisi deletalness. Deletalness bu nima? Deletalness bu davom etish vaqti. Mana shu perihodimizda qancha davom etishi mana ko'ramiz. Hozir bu yerda 4 soniya. Biz mana shuni 1 soniya qiladigan bo'lsak, mana 1 soniya qildim va prosmotrni bosadigan bo'lsam, mana tez bo'ladi. Birorta mana prestige tanlaymiz, boyagidek. Xo'p, zanavesni qo'yaylik. Mana 6 soniyadagi vaqt va buni vaqtini kichraytiramiz. Prosmotrni bosadigan bo'lsak, mana juda tez bo'ladi. Ya'ni bu o'sha perihod davom etish vaqti. Agar mana bu vaqtimiz qancha yuqori bo'lsa, perihodimiz shuncha sekin davom etadi. Agar vaqtimiz qancha demak kam bo'ladigan bo'lsa, perihod shuncha tez davom etadi. Keyin per minute coefficient bor. Har bitta slayd uchun aytmoqchi, vaqtini mana bu zvukni per minute coefficient yoki shelichkolarni alohida sinaysiz. Ya'ni alohida qo'yishingiz kerak bo'ladi. Masalan, bu slayd uchun alohida, bunisi uchun alohida, bunisi uchun alohida. Agarda masalan bitta perihod birinchi slaydga qo'yadigan bo'lsangiz, faqat shu uchun amal qiladi. Masalan, 2, 3, 4-chilar uchun amal qilmaydi. Ya'ni ikkinchi uchun biz hozir sozlayapmiz mana shu perihod jarayonini. Mana belgilab qo'yaman. Mana 5 soniya bo'lsin. 5 soniya davomida davom etsin. Qanaqadir masalan kamerani tovushi bo'lsin. Per minute coefficient bu mana shu yerda sozlagan barcha nastroykamizni, ya'ni sozlamalarimizni umumiy hamma slaydga qo'yib beradi. Ya'ni 4 ta slayd bo'lsa, 4 tada ham bir xil nastroykadagi bir xil perihod demak nima qilar ekan? Amal qilar ekan. Endi poshelichko degani bor. Poshelichko bu vazifasi nima? Mana birinchi slayddan ikkinchisiga o'tish uchun demak pauza saqlaydi dasturda o'zi. O'sha pauzani olib tashlasak bo'ladi. Ya'ni qaysidir tugmani bosgandan keyingisiga o'tmasin, o'zi avtomatik ketma-ketlikda o'tib ketaversin. Ana shu rejimni qo'llamoqchi bo'lsak, poshelichkoni o'chiramiz. Mana har biri uchun poshelichkoni o'chirib, pasleni yoqib qo'yishimiz kerak. Pasleni 0.1 soniyaga o'tkazib qo'yamiz. Ya'ni o'sha kutish vaqti bo'ladi bu. 0.1 soniyadan keyin keyingi slaydga o'tib ketaveradi mana. Bunga ham pasleni yoqamiz. Bunga ham pasleni yoqib qo'yamiz mana. Ana ko'rdik. Endi F5 tugmasini bosadigan bo'lsak, mana hello world. Mana siz bosishingiz shart emas, endi shunchaki kuzatib turasiz. Demak, perihodingiz o'zingiz davom etib ketaveradi. Demak, perihod jarayonlarini mana o'rganib oldik, qanaqa qilib qo'llashni. Endigi qismimiz bu animatsiya. Animatsiya bu nima? Animatsiya endi mana shu yozuvlarimizga harakat qo'shish. Masalan, hello world degan so'zini belgilab olamiz. Mana belgilab oldim va animatsiyalar mana aktivlashdi.
Bu yerda prosmotr bor, ya'ni agar birorta animatsiyani qo'llaydigan bo'lsak, mana prosmotr orqali ko'rishimiz mumkin. Plavnoyni tanlab ko'ramiz mana. Ya'ni pastdan tepaga qarab keladi. Prosmotrni bossangiz o'sha mana, ko'ryapsizmi? Demak, jarayonni siz kuzatishingiz mumkin ekan. Yoki mana bu yerda masshtab bor mana. O'zini belgilari bor. Qaysi belgi mos kelsa o'shanga qarab bu yerda demak nima qilishingiz mumkin? Tanlab olishingiz mumkin ekan. Masalan, svetavoy volna mana. Ajoyib переходlardan biri. Bunaqa переходlarda qiziqarlilari ham bor. Bu mana bu joyda mana put перемещения degan qismimizda liniya bor. Mana shu liniya bo'yicha harakat qiladi. Dugi degani mana shu. Mana aylana shaklida, yarim aylana shaklida harakat qiladi. Pavorot mana burilish. Figura bu aylana shaklida. Petli bor, mana cheksizlik belgisi. Mana shu shaklda demak harakat qiladi mana. Liniya bo'yicha harakatlantiramiz mana, chiziq bo'yicha. Dugini ham sinab ko'ramiz mana. Bu past bo'ldi. Nima uchun? Mana bu yerda parametr effektimiz mana vniz bo'lib turibdi. Ya'ni pastdan bunday harakat qilish kerak. Masalan, vipravoni qo'llaydigan bo'lsangiz mana. O'zi bizlar mana bu yerda tanlagan shakl bo'yicha harakat qilinadi. Pavorot bu demak burum mana, burilish. Masalan, buni ham har xil tomondan ko'rinishlari bor. Bu yerdan tanlab olsak bo'ladi. Figura aylana shaklida demak harakatlantiriladi. Petli demak nima? Cheksizlik belgisi. Keyingisi pazlavitel. Bu ajoyib. Pazlavitel sinab ko'ringizlar. Pazlavitel siz qo'ygan animatsiya bo'yicha harakat qiladi. Buni hozir birinchi animatsiyani o'chirib tashlaylik, net qilamiz. Hamma animatsiyani o'chirib, yangitdan qo'yamiz mana. Belgiladik. Xo'sh, bu yerdan kiramiz va pazlavitelga tanlaymiz. Pazlavitel. Endi qarang mana plus belgisi chiqdi. Men mana shu yozuvimizda harakatlanish yo'nalishini tanlayman. Mana bu yerga kelsin. Sichqonchaning chap tugmasini bosib turib, mana shu yo'nalishlarini chizib kelaverasiz mana. Bu yerga kelsin, bu yerga, tepaga, pastga, bu yoqqa mana. Har xil yo'nalishlar bo'yicha demak nima qilish kerak? Harakatlanib boraverish kerak mana. O'zingiz masalan chizib mana shunday harakatlanish yo'nalishini tanlashingiz mumkin va kesindagini mana shu yuqoriga joylashsin. Mana biz yo'nalishni tanladik. Endi kelamiz yuqoriga va prosmotr belgisini bir marta bosadigan bo'lsak mana tez harakatlanib joyiga keldi. Bu yerda jarayon juda tez bo'lyapti. Nima uchun tez bo'lyapti? Bizlar animatsiya vaqtini hali qo'ymadik. Animatsiya vaqtini esa qayerdan qo'yamiz? Mana belgilaymiz, o'sha animatsiya vaqtini belgilab olamiz. Parametr effekt bu aytdik, bu yo'nalishi bo'yicha masalan o'zingiz yo'nalish beradi, shablon, o'sha shablon bo'yicha harakatlantiradi. Davobit animatsiya esa animatsiya qo'shish. Boya biz qo'shgan animatsiyalar bu yerda ham tanlab olsak bo'ladi. Oblast animatsiya bu animatsiyamizning ismini yozish. Bularga doir bitta bizlar o'yin yaratib ko'ramiz. Bu keyingi darsda. Hozir esa umumiy bo'lim bilan tanishamiz. Trigger, animatsiya po obraz bular bilan ham keyingi bo'limda tanishib o'tamiz. Nachli bor. Nachli nima? Masalan, bitta listda, masalan, bitta slaydda o'zida bitta matnga animatsiya bergan bo'lsangiz, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi matnga boshqacha animatsiya bermoqchisiz. O'sha jarayonlarni siz bu yerdan nachlidan boshqarishingiz mumkin. Ya'ni ketma-ketligini. Masalan, birinchi animatsiya tugagandan keyin ikkinchisi avtomatik boshlanib ketishini istasangiz, mana bu po shelichkani o'chirib, separation qilib qo'yishimiz kerak. Buni ham hozir amaliyotda bitta ko'rsataman. Deletilness boya perihodda ham aytib o'tdik. Nima ekan? Bu mana shu animatsiyaning davom etish vaqti. Biz mana shu deletilnessni nima qilib qo'yishimiz mumkin? Ko'tarib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni deletilness qancha yuqori turadigan bo'lsa, animatsiyamizning vaqti shunchalik nima bo'lar ekan? Sekin davom etar ekan. Mana 8 soniyaga qo'ydim. Prosmotrda bosaman. Mana boyagiga qaraganda animatsiyamiz demak sekinroq davom etib ketmoqda. Mana shu demak vaqtini qancha yuqori qo'ysak, demak animatsiyamiz shuncha sekinlik bilan davom etib ketar ekan mana. Zadержка bor. Zadержkani mana bu 3-demak prezentatsiyamizdagi ikkita mana rasm bilan nimaga matnga berib ko'ramiz mana. Belgilaymiz. Animatsiya
biror animatsiya tanlaymiz. Animatsiyani yana zo'r turlari bor. Qarangizlar, mana bu yerda дополнительный эффект выход, дополнительный эффект выделение, mana дополнительный эффектный выхода masalan kiradigan bo'lsak, mana sizga ajoyib animatsiyalar bu yerda bor. Bu yerdan tanlashingiz mumkin. Masalan, kolsa. Juda ajoyib animatsiyalar bor. Buni vaqtini ko'taramiz. Vaqtini anchagina ko'taraylik. Masalan, 6 soniya qilaylik. Mana 6:25 bo'ldi, bo'ladi. Keyingisi задержкani yoqamiz. Задержка bu nima? Masalan, Pythonga, mana Python degan matnimizga animatsiya berdik. Rasmga ham animatsiya beramiz. Rasmga qanaqa animatsiya beramiz? Xo'p, другой путь перемещения qilaylik. Mana bu yerda rasmlar bor. Bu yerda masalan o'sha shakl bo'yicha mana bu rasmimizni harakat qildirsak bo'ladi. Xo'p, bu yerga hozir demak znak qilamiz. Mana znak. Znakni kattalashtirsak bo'ladi. Uni kattalashtiribroq qo'yaman. Mana shu. Mana nuqtasi bor o'zini. Mana shu nuqtadan tortib kattalashtirib, kichiklashtirsak bo'ladi. Mana buni cho'zishimiz ham mumkin. Salgina pastroq qilib cho'zamiz. Mana cho'zib ham oldik. Endi nima vazifa qilamiz? Xo'sh, prosmotrni bosamiz. Mana birinchi animatsiya demak harakat qilyapti. Birinchi animatsiya yo'qolib ketdi. Endi ikkinchisi avtomatik bo'lyapti. Ana o'sha jarayonga biz nima qilishimiz mumkin? Mana buni belgilagan holatda задержка, ya'ni vaqt qanchadir sekund kutsin, masalan, x sekund kutsin. 2:25 bo'ldi. Keyin ikkinchisi boshlansin. Mana buni ham qandaydir 25 soniyaga qo'yamiz. Prosmotrni bosadigan bo'lsam, mana задержка qilyapti, qanchadir muddat kutdi. Mana jarayon ketyapti. Keyingisi boshlanib ketdi mana. Bu ham qanchadir vaqt kutgan, 3-animatsiya. Xuddi shunday siz animatsiyalarda nima qilishingiz mumkin? Vaqtini o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Keyin mana bu yerda po shelechkani separatishim. Qachonki ustiga bir tugmachani bosganingizdan keyin ikkinchisiga o'tib ketmasin, ya'ni avtomatik bo'lishligi uchun mana shu po shelechkani separatishimga o'zgartirib qo'ysak, anchagina bizga demak nimasi foydaliroq bo'lar ekan. Prosmotrda bosaman, mana davom etib ketmoqda. Xuddi shunday o'zingiz demak har bir slaydda mana shu kitoblarga har bir rasmlar qo'yib, har bir elementga animatsiya berib ko'rsangiz, anchagina bu bo'lim bo'yicha bilimga ega bo'lasiz. Ya'ni ko'proq amaliyot qilish kerak va o'sha amaliyotingizda asosan kompyuterda biror bir mavzuga doir prezentatsiya tayyorlash kerak va o'sha mavzuga doir demak elementlar animatsiyalar qo'llash kerak. Animatsiya, perexod, dizaynlarda qanchalik chiroyli qo'llasangiz, ertaga prezentatsiyangiz ham shunchalik chiroyli ko'rinishda demak nima bo'ladi? Namoyon bo'ladi mana. Hello World mana hech narsaga teginmaymiz. O'zi avtomatik tarzda demak nima bo'lar ekan? Animatsiyamiz davom etib ketaveradi. Keyingi slaydlarga ham hozir mana boshqa slaydlar ham shu qo'ygan vaqtimiz bo'yicha davom etib ketaveradi. Iloji boricha o'sha tiniq rasmlarni Yandexdan yuklab olish kerak va o'sha prezentatsiyamizda foydalanish kerak. Tugadi. Escape. Xo'p, bo'lmasa bugungi o'sha perexod va animatsiya bo'limimizdagi darsligimizni yakunlaymiz. Keyingi darsda siz bilan ajoyib bir o'yin yasaymiz. Mana shu prezentatsiya, ya'ni PowerPoint dasturida. Keyingi darsda albatta kuzatib borish uchun yoki keyingi darsga o'tish uchun pastdagi testlarni siz yechib borishingiz kerak. Bo'lsa keyingi darsga ko'rishguncha